Assalomu alaykum, hurmatli FIFA ishqibozlari. Sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Demak, biz yana yangi video chiqarmoqdamiz va nihoyat uzoq kutilgan uzoq tanaffusdan so'ng biz yana open packlar amalga oshiramiz va yana extra time'lar amalga ochib ko'ramiz. Video chiqmaganining sababi bor. Sababi do'stlar, bilasizlar, yaxshi o'yinchilar tushmagan ligi 102, 103 maksimalni extra time'dan ham xuddi shunaqa. Demak, biz bugun extra time'dan boshlab olamiz. Bugungi omadimizni. Bugungi mega omadimizni. Ko'pchilik bundan 100 topib ko'rdi albatta. Olmozni ham bundan yaxshi o'yinchi tushmayapti nimagadir. Tekinidan boshlab olamiz 80 dan 99 gacha. Bu nima bo'ladi deyishingiz mumkin albatta. Bu hech nima bo'lmaydi. Shunchaki olib qo'yamiz. Biz asosiy extra time'ning paklariga o'taveramiz do'stlar. 40 mingtalik va nihoyat qani biz boshladik. Come on. To'rtlik kuchli. Afsuski kuchli to'rtlik emas. Ko'rib turganingiz kabi 103 va biz 100 talikni olamiz. Bu 100 talik chiqqanidan beri yaxshi o'yinchi umuman tushmayapti do'stlar, nimagadir. Umuman tushmayapti. Nimagadir shunaqa. Qanaqadir yangi ambitsiyalar qo'shiladi, 2 haftada tugaydi. Chempionlar Ligasi Totuv yaqin do'stlar. Totuvdan yangi o'yinchilar kutilmoqda. Biz kutgan onlar. Demak, 100 tani olamiz va unga yana bir marta ochamiz. Oyarzabal. Extra time'ga qaytamiz. 100 talik ochamiz. Bizga 10 mingta extra time exchange uchun va 10 mingta James tokeni olmos beradi. Va bitta 103 o'yinchi beradi. Taxminlar bo'yicha shunaqa. Qani ketdik. Xuddi shunaqa. Erikson biz to'g'ri topdik. Va biz 10 mingtalik olmosni olamiz va open packlarimizga yo'l olamiz. Taxminlar o'zini oqladi. Hayratlanarli o'yinchi tushmadi nimagadir. Xo'p, jami olmosimiz 13 mingta va biz Story magazinga kiramiz va ochib tashlaymiz. 107larni ushlab tashlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib qaysidan boshlab olamiz? Kelinglar, mana bu Mozart kuyidan boshlab olamiz. Mozart ajoyib kuy chalayotganda bizga Bobby Charlton'ni berib yuborar balki. Qani ketdik. Mozart kuyi ijrosida, jo'rligida biz qanaqa o'yinchi ushlaymiz? Ketdik. Hoppara. Belgiyami bu? Sam Damaka klub. Stanchiu. Nimaga Stanchiu kim u? Xo'p. Bizda yana open packlar bor. Keyingi 3 mingtalik, 4 mingtalikka ochib ko'ramizmi? 3 mingtalik mana. Songakmi? Sonkran. Marhamat qilib bizga Ferdinand yoki Lampard janoblarini yoki
kol janoblarini berib yuborsang FIFA e-sport marhamat qilib qani kutib olamiz. Marokashdan Sam Leicester City'da o'ynar ekan. Albatta 102. Boshqa kim ham bo'ladi? El Cannous. El Cannous. Davom etamiz. Bizda 7654 ta qoldi. Xo'p, Chempionlar Ligasi qaysi bor edi? Ha. Chempionlar Ligasi bor. Bizda 3000 talikka 101 dan 107 gacha u faqat. Oshamiz marhamat qilib bizga Rodrigoni bersang. Yamal janoblarini tolmadik, Yamal janoblarini o'ynatib ko'rish kerak bir. Xo'sh. Gretsiyami? City, Angliya, Klub Bernabeu, Davidis. 102lar jamlangan oqshomda biz xursandmiz juda ham. Bizga marhamat qilib 100 ta 102 bersangiz. Xo'p, bizda 4600 ta bor. Yana qaysisini ochsak bo'ladi? 4000 talik ochaveramizmi? Bu sotiladigan o'yinchi beradi menimcha. Xo'p. Bitta 98 dan 107 gacha. Pozitsiyadami yoki ketdik 4000 taga. 10,000 ta ochib 101 tutganlar ham bor, to'g'rimi? Marhamat qilib Portugaliya, Leve, Milan. Yaxshiroq o'yinchi kutgandik. Hech bo'lmaganda Leo kutgandik. Portugaliya yaxshi boshlandi. Leve yaxshi boshlandi. Oxiriga endi Felix berib o'tirdi. Bu nima degan gap do'stlar, Kim yaxshi o'yinchi ushladi? Kommentda yozinglar. Albatta, kim yaxshi o'yinchi ushladi mana shu extra time va shu kunlardagi open packlardan. Marhamat qilib yozib o'tsangiz biz xursand bo'lamiz. Menga shaxsan juda ham qiziq, kim yaxshi o'yinchi ushlay oldi. Mana bu zo'r ekan, 105 dan 107 gacha. 3000 ta jim ekan. Xo'p. Tottidan berar ekan mana shularni. Xo'p, marhamat qilib do'stlar, kommentda o'z fikrlarini yozib qolishingizni so'raymiz. Like esdan chiqmasin albatta. Kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Hammaga omad tilaymiz, omad. Va keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.